Bugungi mavzumuz trigonometriyaning asosiy ayniyatlari. Birinchi ayniyat yozamiz. Birinchi. Tangens x sinus x taqsim kosinus x ga teng bo'ladi. Ikkinchisi kotangens x bu kosinus x taqsim sinus x. Uchinchisi tangens x ko'paytirilgan kotangens x butun 1 ga teng. To'rtinchisi sinus kvadrat x plus kosinus kvadrat x teng 1. Beshinchisi 1 plus tangens kvadrat x teng 1 taqsim kosinus kvadrat x ga. Oltinchisi 1 plus kotangens kvadrat x bu teng bo'ladi 1 taqsim sinus kvadrat x ga. Shularga doir misollar yechib ko'ramiz. Birinchi misollar. Birinchi misol: agar sinus alfa teng 3 taqsim 5 alfamiz demak p taqsim 2 p oralig'ida bo'lsa, tangens alfani toping deydi. Birinchi ayniyatga qaraydigan bo'lsak, tangens alfa nimaga teng? Sinus alfa taqsim kosinus alfaga teng. Yoki to'rtinchi ayniyatdan kosinus alfani topsak, plus minus 1 minus sinus kvadrat alfaga teng bo'ladi. Ana endi grafik chizadigan bo'lsak, bu y o'q, bu x o'q. Shunday ko'rinishda chizsak ham. Demak, bu birinchi chorak, ikkinchi chorak, uchinchi chorak, to'rtinchi chorak. Bizga qiziqtiradigan narsa mana bu yerda pluslarni olamiz, minuslarni. Alfamiz p taqsim 2 p oralig'ida. Demak, bu nechinchi chorak? Ikkinchi chorakda joylashgan bo'ladi. Ikkinchi chorakda demak sinusimiz oy o'qi, mana kosinusimiz ox o'qi. Mana bundan bu tarafda. Demak, kosinus ikkinchi chorakda nimaga teng ekan? Manfiy. Demak, buni manfiylisini olamiz. Kosinus alfa teng minus 1 minus sinus kvadrat alfaga teng bo'ladi. Yoki kosinus alfa teng minus 1 minus sinus alfamiz 3 taqsim 5 kvadrati 9 taqsim 25. Buni ham yozsak, minus mahraj bersak 25, 9 bersak 16, 16 dan 4 chiqadi, 25 dan 5, minus 4 taqsim 5. Demak, tangens alfa nimaga teng ekan? Sinus alfa 3 taqsim 5 u minus 4 taqsim 5. 5lar qisqarib ketsa, minus 3 taqsim 4 yoki minus 0,75 ga teng javob bo'ladi. Bu bizda B javobda turibdi. Keyingi misolga o'tamiz. Keyingi misolimiz ikkinchi misol. Bunda ham alfani qaysi oraliq tegishlilik berilgan? P taqsim 2 u p oralig'ida va sinus alfamiz teng 1 taqsim 4. Xo'p, bo'lsa kotangens alfani toping degan. Kotangens alfamiz ayniyatda yozdik, kosinus alfa taqsim sinus alfaga teng. Bizda sinus alfa berilgan, kosinus alfa o'rniga nima qo'yamiz? Demak, kosinus alfa teng plus minus 1 minus sinus kvadrat alfaga teng. Demak, alfamiz yana ikkinchi chorakda, bu manfiy olinadi. Minusdan 1 minus sinus kvadrat alfa taqsim sinus alfa barobar minus 1 minus sinus alfamiz 1 taqsim 4 kvadrati 1 taqsim 16 taqsim 1 taqsim 16 ga teng.
1 taqsim 4 ga teng. Minusdan ildizosti 15, 16 dan demak 4 chiqadi. 1 taqsim 4. 4 bilan 4 qisqarib ketib, katagins alfa minus ildizosti 15 ga teng bo'ladi. Bu bizda Y variantda turibdi. 3-misol, agar alfa 0 pi taqsim 2 oralig'ida va tangens alfamiz teng 2 bo'lsa, kosinus alfani qiymatini toping deydi. Tangens alfa nimaga teng edi? Sinus alfa taqsim kosinus alfaga teng. Bu yerda sinus alfamiz teng. Bundan kelib chiqyapti. Sinus alfa nimaga teng? 0 pi taqsim 2 da sinusimiz demak musbat bo'lganidan keyin plyusdan olinib 1 minus kosinus kvadrat alfa taqsim kosinus alfa. Bu ham teng tangens alfa 2 ga teng. Tenglikni ikki tarafini ham kvadrat ko'tarsak 1 minus kosinus kvadrat alfa taqsim kosinus kvadrat alfa teng 4. 4 kosinus kvadrat alfa teng 1 minus kosinus kvadrat alfaga yoki 5 kosinus kvadrat alfa teng 1. Xo'p. Kosinus kvadrat alfa 1 taqsim 5. Yoki kosinus alfa plus minus 1 taqsim ildizosti 5. Kosinus demak birinchi chorakda musbat bo'lgani uchun buni musbat qiymati olinadi. 1 taqsim ildizosti 5. 3-misol. Yoki buni ham irratsionallikdan qutqarsak ildizosti 5 taqsim 5. Bu bizda C javobda turibdi. Keyingi 4-misolimiz. Agar tangens alfa teng 3 bo'lsa, 3 sinus alfa taqsim 5 sinus kub alfa plus 10 kosinus kub alfa ning qiymati nechaga teng deyapti. Tangens alfani yozib olamiz. Sinus alfa taqsim kosinus alfa bu teng 3 yoki sinus alfa teng 3 kosinus alfaga o'rniga borib qo'yadigan bo'lsak 9 kosinus alfa taqsim 5 3 kubi 27, 5 ko'paytirib 27 kosinus kub alfa plus 10 kosinus kub alfaga teng barobar nima deymiz? 9 kosinus alfa teng 5 kere 7 35, 5 kere 2 10, 13 kosinus kub alfa plus kosinus kub alfa 10 ham bor oldida. 10 kosinus kub alfa barobar 9 kosinus alfa 145 kosinus kub alfa. Bitta kosinus bilan bittasi qisqarib ketib 9 taqsim 145 kosinus kvadrat alfa. Boya asosiy ayniyatda yozuvdik. 9 taqsim 145 ni alohida yozib olsak 1 taqsim kosinus kvadrat alfa nimaga teng edi? Buni o'rniga yozamiz. 9 taqsim 145 bu teng 1 plus tangens kvadrat alfaga. Bu ham barobar 9 taqsim 145 1 plus tangens alfa 3 ga teng. 3 ni kvadrati 9. 10 90 taqsim 145 5 ga qisqartiradigan bo'lsak 18 5 ga qisqartsak 29 ga teng, ya'ni 18 taqsim 29 bu Y javobda turibdi.